Kecha dazmollash uchun bergan kiyimlarni men dazmolman ya. Qanaqa xotinsan o'zi? Man qilmoqchi edim, faqat uy ishlari bilan ulgurmay qoldim. Qachon bahona qilish yig'ishtirib ish qilishga o'tasan? Ertalabdan yana nima janjal? O'zingiz olib bergan keliningizni bitta ishga eplab qila olmaydi. Kecha men ham nonushtaga bir pirogni urib pishiring desam, tilini 8 qarich qilib pishirishni bilmayman oyijon deb gap qaytaryapti. Oyijon, unaqa bo'lgani yo'q-ku. Qochib qo'y. Ko'zimga ko'rmas biroz qilib qo'yaman bo'lmasa. Bo'yda o'zi kelin degan zot bormi? Hamma o'ylayverib yotibdi. Ovqatlarni ham tayyorlamagandir siz-a? Keyin gullar yo'q qo'ying. Pishiring. Qayoqdanam shuni kelib qilgansiz? Sog'ligini qarang. Ko'rmaysanmi? Assalomu alaykum. Ha, turdingmi? Yaxshi otib turdinglar? Xayriyat-ey, turdinglarmi? Ha. Qani malika turanda to'xlayaptimi hali ham? Ya, kechasi bilan meni mazam bo'lmadi. Uning ustiga bolaga qarab chiqdi. Hozir ertalabdan ishga ketadigan kiyimlarimni ham dazmol qilib qo'ygan ekan. Choy tayinlayman dedi, yo'q tayinlamagan dedi, o'zim tayinlab chiqdim. Yo'q, turma, uxla, damingni olib chiqdim. Voy, juda ham yaxshi qilibsan, bolam. Voy, uxlasin-a, uxlasin. Oyijon, har tugur shunday yo'lchiqsiz-a. Nimasida aytasan? Mayli, potaqa qilinglar, men ishga borishim kerak. Ha, ishga ketasanmi? Ha, ishga ketaman. Choy ichmaysanmi? Ishxonada ichib olaman. Ishing rivojlan bersin. Ukam, to'xta. Kechasidan hech ham uxlamaganga o'xshamaysan. Kiyimlaring ham dazmol qilinmagan. Uka, xotinni halitdan boshga chiqarish yaxshi emas. Ayol kishiga qattiqroq munosabat qilish kerak. Aka, bu qilgan ishim boshga chiqarishmi yo'qmi bilmadim-u. Lekin agar sizga o'xshab hammani oldida xotinimni haqorat qilsam, boshqalar ham meni xotinimni ko'p qilib o'ynaydi. Qanaqa xotinsan o'zi? Bitta ishga eplab qila olmaysan. Ko'zimga ko'rmas biroz qilib qo'yaman bo'lmasa. Hammani oldida xotinimni haqorat qilsam, boshqalar ham meni xotinimni ko'p qilib o'ynaydi. Mene